هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Maide 7. ayetin başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri, Uygurca tercümesi, Maide suresi 7. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey müminler, Allah'ın sizlarga bergan ulug' ne'matini ve sizlar bilan qilgan muahidisini eslanglar. Aynı zamanda sizlar anladık ve itaat qildik degan edinglar. Allah'tan qo'rqinglar. Yani Allah'a bergen ahdini buzuştan saqlaninglar. Allah hakikaten bendelerinin dillardaki sırlarını bilgichidir. Ey müminler, Allah'ın haklarını ada qilishga tirishinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Birer qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga adil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Düşmaninglarga adil bo'linglar. Bu yani ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Allah'tan qo'rqinglar. Allah hakikaten qilmishlaringlardan xabardardir. Allah iman etgan ve yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat ve katta savob va'da qildi. Kafir bo'lgan ve bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan kishilar ahli do'zaxdir. Ey mu'minlar, Allah'ın sizlarga bergan, yani sizlarni düşmaninglardan saqlaganlik ne'matini eslanglar. Aynı zamanda bir camiye sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, yani sizlarni o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Allah ularning qo'llarini sizlardan to'sdi. Yani sizlarni ularning ziyonkashlik qilishidan saqladi. Allah'ın emrini o'rinlash, məni qılğan işlərdən çəkliniş bilən qorxunlar. Müminlər Allah'a təvəkkül qılsın. İnsanlığa peyğəmbərini və İslam dinini əvətkənlikidən ibarət Allah Teala'nın ni'metini əslitiş doğrusudur. Allah Teala mümin bendilərə İslam dinini bergenliki ve ulug' peygamberini evetkenlikinden ibaret nimetini eslitish bilen birge Muhammed aleyhisselam'a ergişişke, onu qollashqa, onun yardım berishke ve dinini onundan ügünüp, onun izini besip teşvik qilishqa, ulardan algan ahdini eslitip mundaq deydi. Ey müminler, Allah'ın sizlarga bergan ulug' ne'matini ve sizlar bilan qilgan muahidisini eslanglar. Aynı zamanda sizlar anladık ve itaat qildik degan edinglar. Bu ahde musulmonlar islomga kirganda biz mayli yaxshi ve yomon kunlarda bo'lsin, payg'ambar alayhissalomning so'zini anglaymiz ve buyruqiga bo'ysunamiz. Payg'ambar alayhissalomni o'zlarimizdan a'lo ko'ramiz ve hukuk egillerden hukuk talaşmayımız deb bergen bey'itidir. Allah Teala bu vaqti mundaq deydi. Ey kuffarlar, sizlar nemişqa Allah'a iman keltirmeysizlar? Halbuki Peygamber sizlarni Rabbinglarga iman keltirishga chaqirdi. Allah sizlardan chin ahdi oldi. Agar iman keltirishni iroda qilsanglar, imonga oldiranglar. Yani bu Yahudilarga Muhammed aleyhisselamga ergishish ve onun şeriatiga bo'ysunish haqida ulardan elingan ahdi
ve va'dalarni eslatishdir degan ko'z qarashim bor. Buni Abu Talha ibn Abbosdan rivoyat qilgan. Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni bu har qanday ahvol ostida taqvodor bo'lishga targ'ib qilish va ta'kidlashdir. Ondan keyin bandalarga ularning ko'ngillariga kelayotgan o'y-xiyollarini bilib turganligini bildirib, mundaq dedi: Alloh haqiqatan qilmishlaringlardan xabardordir. Adil bo'lishga buyurish to'g'risida. Ey mu'minlar, Allohning haqlarini ado qilishga tirishinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Ya'ni ey iymon etgan musulmonlar, insonlar uchun va yoki nom obro'y uchun emas, balki Alloh taolo uchun haqiqatda adolat bilan turinglar. Imom Buxoriy va Muslim Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Dadam menga bir narsa bergan edi. Anam Amra binti Ravaha dadamga bu ishqi payg'ambar alayhisalomni guvoh qilib qo'ymasang rozi bo'lmayman deb turib oldi. Shunga dadam bergan narsaga payg'ambar alayhisalomni guvoh qilish uchun payg'ambar alayhisalomning qishig'i borgan edi. Payg'ambar alayhisalom uningdan: "Hamma bolalarga mushu balanga bergandek berdingmi?" deb so'radi. Dadam: "Yo'q" deb javob berdi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom: "Alloh taoladan qo'rqinglar, bolalaringlar orasida odillik qilinglar. Men hargiz nahaq ishga guvoh bo'lmayman" dedi. Shuning bilan dadam menga bergan narsasini qaytarib oldi. Biror qavmga bo'lgan o'chmanlikinglar ularga odil bo'lmasliginglarga sabab bo'lmasin. Ya'ni birarsiga bo'lgan o'chmanlik sababidan ularga adolatsizlik qilib qo'ymanglar. Mayli do'st bo'lsin yoki dushman bo'lsin, har qanday odamga odil muomala qilinglar. Düşmanlarga adil bo'linglar. Bu, ya'ni ularga o'chman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Ya'ni adillik bilan muomala qilishinglar adolatsizlik qilishinglarga qaraganda taqvodorlikqa bakrak yaqindir. Allohdan qo'rqinglar. Alloh haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Ya'ni Alloh taoladan qo'rqinglar. U cho'qim sizlarning qilgan yaxshi ishlaringizga yaxshilikcha, yomon ishlaringizga yomonlikcha savob yoki jazo beradi. Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta savob va'da qildi. Ya'ni sizlardan iymon etib yaxshi amallarni qilganlarga gunohlarini kechirib jannat ato qilishni va'da qildi. Ular jannatga qilgan yaxshi amallar bilan emas, balki Alloh taolaning rahmati bilan kirdi. Lekin Alloh taolo ularning yaxshi amallarini o'zining rahmati, marhamati, roziligi va kechirishiga sababchi qildi. Shunga hamma narsa Alloh taolo tarafidan berilgan in'amdir. In'am qilish fazlimi Alloh taolo tarafidandir. Barliq hamd sana ve minnettarlık Allah Teala xasdır. Kafir bo'lgan ve bizden ayetlerimizden yalgan çıkargan kişiler ehli dozaktır. Yani Allah Teala'dan tanıgan ve Allah Teala'nın ayetlerini yalgan çıkarganlar dozak ehlidir. Mana bu Allah Teala'nın adillığı, hikmeti ve kichikkinimi zulüm kılmaydigan adil hükmüdür. Allah Teala birden bir adil hüküm kılgıcı, hikmetlik ve kudretlik zatdır. Müslümanların kafirlarının ziyankeşlikinden qoğdap kalganlıqının Allah Teala'dan verilgen bir nimet ikenligi doğrusida. Ey müminler, Allah'ın sizlarga bergen, yani sizlarni düşmanlardan saqlaganlık nimetini eslanglar. Aynı zamanda bir cemaat sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ldirmoqchi bo'lgan edi.
Allah ularning qo'llarini sizlardan to'sdi. Ya'ni sizlarni ularning ziyonkashlik qilishidan saqladi. Bu oyatning nozil bo'lish sababi to'g'risida Imom Abdurrazzaq Jabir radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom safarda bir joyga kelib tushdi. Qo'shin tikanlik daraxtlarning ostida soyida uchun tarqilib ketdi. Payg'ambar alayhisalom qilichini daraxtga esib qo'ygan edi. Bir sahrolik arab Payg'ambar alayhisalomning qilichining yoniga kelib, uni elib qilichini qindan sug'urdi. Da Payg'ambar alayhisalomning yoniga kelib, "Seni mendan kim qo'g'dab qola oladi?" dedi Payg'ambar alayhisalom. "Ulug' va katta Alloh" deb javob berdi. Sahrolik arab 2 yoki 3 qitim "Seni mendan kim qo'g'dab qola oladi?" deb so'ravergan edi. Payg'ambar alayhisalom har qitimida Alloh deb javob beriverdi. Shuning bilan eliq sahrolik arab qilichini g'ilab qisoldi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarni chaqirdi va ularga bu sahrolik arabning ishini so'zlab berdi. U voqeani so'zlab berayotganda eliq sahrolik arab Payg'ambar alayhisalomning yonida o'ltirdi. Uni jazolashga buyurmadi. Bu voqelikni Qatoda'mu mushundaqroq bayon qilgan. Uning bayon qilinishicha, bir guruh arablar Payg'ambar alayhisalomni yo'qotmoqchi bo'lib, eliq sahrolik arabni avatgan Qatoda Alloh taolo avatgan. Qatoda Alloh taolaning: "Ey mu'minlar, Allohning sizlarga bergan, ya'ni sizlarni dushmaninglardan saqlaganlik ne'matini eslanglar. Aynı zamanda bir jamoa sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Alloh ularning qo'llarini sizlardan to'sdi. Ya'ni sizlarni ularning ziyonkashlik qilishidan saqladi" degan oyatini ashundoq tushundirgan. U sahrolik arabning ismi G'avras ibn al-Haris bo'lib, buning voqealigi Imom Buxoriyning kitobida bayon qilingandir. Muhammad ibn Ishoq, Mujahid, Ikrima va boshqalar mundaq bayon qildi. Bu oyat Bani Nazir jamoati haqida tushgan bo'lib, ularning yurtida Bani Amir qabilasidan bo'lgan 2 kishi o'ldirilganda Payg'ambar alayhisalom ularning diyetiga hassa qatqizish uchun Yahudilarning qishig'i borganda, Yahudilar Payg'ambar alayhisalomning beshiga tugman teshini tashlashni planlagan. Ular bu vazifani Amr ibn Jahhash ibn Ka'b degan Yahudiga topshirgan bo'lib, uni Payg'ambar alayhisalom tamning tuyida o'ltirsa, boshqalar uning qishig'iga kelib yig'ilib o'ltirganda ustidan ashu tugman teshini tashlashga buyurgan. Alloh taolo ularning planini payg'ambariga bildirgachga, Payg'ambar alayhisalom Madinaga qaytib ketdi. Sahobalarimo Payg'ambar alayhisalomning orqasidan qaytib ketdi. Shuning bilan Alloh taolo bu voqealik haqida mushu oyatni nozil qilgan. Allohning amrini o'rinlash, ma'ni qilgan ishlaridan cheklanish bilan qo'rqinglar. Mu'minlar Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni kimki Alloh taologa tavakkul qilsa, uning g'am qilgan narsasiga Alloh taolo o'zi yetarlikdir. Uni kishilarning ziyonkashligidan amon eson saqlaydi. Alloh taolo Payg'ambar alayhisalomni o'ziga qasd qilmoqchi bo'lgan ashu Yahudilarni adablashga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom darhol qo'shin tortib berib, ularni qorshab, oxirida ularni o'z hukmiga bo'ysundirib, Madinadan qo'g'lab chiqardi. Shubhisizki, Allah İsrail avladidan mahkam ahd oldi.
Ularning orasidan, ya'ni 12 aymoqning har birisidan birdan 12 boshliqni kepillik uchun jabbarlarga, ya'ni amoliqlarga avatdiq hamda Alloh men sizlarga yordam beraman. Ey Isroil avlodi, Alloh bilan qasamki, agar sizlar namozni adil arkon bilan o'tsanglar, zakat bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarz hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul melinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimiki amr qilgan narsalarimni inkor qiladi ekan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi, dedi. Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan yiroq qildik. Ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartib o'tdi. Ular Tavratda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tavba qilsa, ularni afv qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Allah haqiqatan yaxshilik qilguvchilarning do'stidir. Biz Nasaramiz deganlardimu Allohni bir deb tanishqa va Muhammad alayhisalom iymon etishga mahkam ahd oldik. Biz Nasaramiz deganlardimu Allohni bir deb tanishqa va Muhammad alayhisalomga iymon etishga mahkam ahd oldik. Ular İncil'da özleriga qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Bunun jazosi uchun ularning orasiga qiyomatgacha adovat va dushmanlik soldik. Shu chaqda Alloh ularga qilmishlarini aytib berdi, ya'ni ular o'zlarining qabih amallarining jazosini tortdi. Ahli kitoblarning ahdi berganligi ve bergen ahdisida turmaganligi uchun la'nat qilinganligi to'g'risida. Yuqorida Alloh taolo mu'min bandalarini Alloh taolaning bandisi va payg'ambar bo'lgan Muhammad alayhisalomga bergan ahdisida turishga, haqni turg'izib, adolat bilan guvohlik berishga hamda ularga ko'rsatib bergan haq yo'l va hidoyatdagi oshkor va yoshirin ne'matlarini aslashga buyurgan edi. Bu yerde ilgiriki iki kitap ehli bolgan Yahudi ve Hristiyanlarning qandaq ahdi olganligi, Hristiyanlardan qandaq ahdi olganligi, ular bergan ahdilarda turmay vafosizlik qilgandan keyin Alloh taolo ularga la'nat qilib, ularni o'z rahmatidan qo'g'ilganligini, ularning dillariga hidoyat va haq dinga yetishga to'salg'i bo'ladigan parda qilib o'tganligini, shunga ularning foydali ilm va yaxshi amallarni qilishdan quruq qolganligini bayon qilib mundoq deydi. Shubhisizki Alloh Isroil avlodidan mahkam ahd oldi. Ularning orasidan, ya'ni 12 aymoqning har birisidan birdan 12 boshliqni kepillik uchun jabbarlarga, ya'ni amoliqlarga avatdiq. Ya'ni Bani İsrail'den 12 boshliqni Alloh taolaning payg'ambarga va kitobiga bo'ysunishga bay'at qildirib, o'z aymoqlariga avatdiq. Muhammad ibn Ishaq, ibn Abbas va boshqalar mundoq deydi. Bu voqea Musa alayhisalom kuchli palvonlar bilan jang qilishga qarab yurish qilganda yuz bergan bo'lib, Musa alayhisalom ularni har bir aymoqdan birdan boshliq yoki vakil chiqarishga buyurgan. Aqaba kechisidagi ansarlarning vakillari to'g'risida. Aqaba kechisi payg'ambar alayhisalom ansarlar bilan bay'atlashganda ularmi 12 odam bo'lib,
Avs qabilasidan Usayd ibn Huzayr, Said ibn Haysama ve Rifa'a ibn Abdülmunzir, onun ornida Abu Haysam ibn Tayha idi deganlarmi bor. Radiyallahu anhumlardan ibaret 3 kişi idi. Hazraç kabilesinden Abu Umame, Asad ibn Zurara, Said ibn Rabi, Abdullah ibn Ravaha, Rafi ibn Malik ibn Ajlan, Bara ibn Ma'rur, Ubade ibn Samit, Said ibn Ubade, Abdullah ibn Amr ibn Harram ve Munzir ibn Amri ibn Hunays radiyallahu anhumdan ibaret 9 kişi idi. Ularni Ka'b ibn Malik bir she'rida bayon qilgan bo'lib, buni marhum ibn Ishaq rivoyat qilgan. Bu yerde maqsad qilingani shuki, shu 12 nafar vakil Payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmasi bilan shu kechida o'z qabilalariga vakil edi. Ular shu kechasi Payg'ambar alayhisalomga bo'ysunish, bay'at qilish va qo'l berishga o'z qabilalariga vakillik qilgan edi. Mahkam ahdi berish va uningda turmaganlik to'g'risida. Mahkam ahdi berish va uningda turmaganlik to'g'risida. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimiki amr qilgan narsalarimni inkor qiladigan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi dedi. Ya'ni kimiki mahkam va'da berib bo'lib uningda turmasa ve xuddi va'da bermagandek uningdan tansa, to'g'riliqi aniq bo'lgan yo'ldan chiqib ketgan ve hidoyatdan gumrohlikqa mangan bo'ladi. Allah Taala ularning Allah Taolaga bergan mustahkam ahdisida turmay, va'dasiga xiloflik qilganligi uchun ularning qandoq jazoga duchor bo'lganligidan xabar berib mundaq deydi. Ahdini buzganliklari uchun ularni rahmatimizdan yiroq qildik. Ya'ni ular o'zlaridan elingan mahkam ahdida turmaganligi uchun ularni haqdan uzoqlashtirdik. To'g'ri yo'ldan yiroqlashtirdik. Ular dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq, ularning dillarini iymonni qabul qilishga yumshamaydigan darajada qattiq qildik. Shuning bilan ular dillarining qattiqligi va qo'polligidan hech qanday nasihat qabul qilmaydi. Ular Tavratning so'zlarini o'zgartirib etadi. Ular Allah Taolaning oyatlarining mazmunlarini burmalab, Allah Taolaning kitobini asli tushirgan ma'nosidan boshqa maqsadga yetkazdi. Allah demigenni Allah dedi deb turib oldi. Bundaq ishdan bizni Allah saqlasin. Ular Tavratda o'zlari uchun qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Ya'ni ularning sana va sahobalarga qarshi hiyla-mikr va namartlik qilganligini bayqab tursan. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid va boshqalar mundaq deydi. Buningda ularning Payg'ambar alayhisalomga suiqasd qilib, Payg'ambar alayhisalomni yo'qotib etishga to'planganligi ko'z tutildi. Agar tavba qilsa, ularni afv qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Ya'ni ularni kechirvat va afv qilvat. Mana bu g'alabining dal o'zidir. Xuddi ba'zi salaf olimlarining aytgandek, Allah Taolaga osiylik qilib turib, sana ziyonkashlik qilganlarga Allah Taala
seni buyurğanidek muamele bo'lishingdan yaxshi bir ish yo'qdir. Allah Teala'ga osiylik qilib turib, sana ziyankeşlik qilganlarga Allah Teala seni buyurğanidek muamelede bo'lishingdan yaxshi bir ish yo'qdir. Mana shunda qilganinglarda ularni haqiqatan ustiga to'plag'ili bo'ladi. Ularni haqiqat ustiga to'plag'ili bo'ladi. Ular mushu sabab bilan Allah Teala'nın hidayet qilishig'a loyiq bo'lib qolishi mumkin. Allah haqiqatan yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Ya'ni yomonlik qilgan odamni kechirib o'tganlarni Allah Teala do'st tutadi. Qatada mundaq deydi: Allah Teala'nın agar tavba qilsa ularni afu qilgin, agar iymon etsa ularni kechirgin degan oyatining hukmi sizlar ahli kitobdan Allah'a ve ahiret kuniga ishonmaydiganlar Yahudiler Uzeyrini Allah'ın oğlu, Nasaralar İsa'ni Allah'ın oğlu deb e'tiqod qilganliklari uchun ular Allah'a ve ahiret kuniga e'tiqod qilamiz degan bilan mu e'tiqod qilmaganning o'rnidir. Bilen Allah özünün kitabida ve onun peygamberi sünnetide haram kılgan narsalarni haram bilmeydiganlar ve haq din yani İslam diniga e'tiqod qilmaydiganlar bilen ta ki ular sizlarga bo'ysunib har holda jizye to'laganga qadar urush qilinglar degan oyatning tushishi bilan amaldan qoldirildi. Hristiyanlarning bergen mahkam ahdisini unutganlığı ve onun akıbeti doğrusida. Biz Nasaramiz degenlerden mu Allah'ını bir deb tonuşqa ve Muhammed Aleyhisselam'a iman etişqe mahkam ahdi aldık. Yani ameliyette undaq bolmasa mu özlerini Meryem'nin oğlu İsa Aleyhisselam'a ergeşken Nasaralar devalganlardan mu Muhammed Aleyhisselam'a ergeşiş, onu qollaş, yardım beriş, onun körsetken yoluda meniş ve Allah evetken her qandaq bir peygamberge işiniş doğruluk mahkem vədilərini aldık. Lekin ulamı Yahudilağa oxşaş vədilerde turmay vədisini buzdu. Ula İncil'da özlerine kılıngan nasihatının bir kısmını unutdu. Bunun cezası üçün ulanın arasına kıyametkiçi adavet ve düşmanlık saldık. Ula kılıngan nasihatlerden yüz ördü. Neticede ulanın birbirlerine düşman kılıp ulanın arlıqıga adavet uruqını taşıldık. Ula ta ki kıyametkiçe şundak buludu. Hristiyanlarının xilma-xil taipleri mu birbiriga üçmenlik ve düşmanlık kılgan altıda birbirini kafir deb la'nat qilishidi. Her bir guruh başka guruhlarını çeklep öz ibadetxonalariga kirgizmaydi. Mesela Melekiye guruhi Yaqubiye guruhini kafir deb qaraydi. Shuningdek Nesturiye ve Aryusiye guruhlari mu shunday qilishidi. Yuqorqi guruhlarning hammasi bir-birini kafirga chiqarishidi. Shu chaqda Allah ularga qilmishlarini aytib berdi. Yani ular özlerinin qabih amallarının cezasını tartıdı. Yani bu Hristiyanlarning Allah ve onun peygamberiga yalğanını çaplap ulug', pak ve muqaddas Rabbiga bala ve xotinni mansub qilganliklari sodir qilgan jinoyatlarga qarata qilgan tahdididir. Ulug' yek yegani yalğız bo'lgan, balı tapmagan, tug'ilmagan ve hiç tengdişi bo'lmagan zat ularning bu töhmetlerden paktur ve üstündür. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda
Sura Maide tafsiridan 14-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.